Mingbuloqdagi svetofor mana. Mana shu svetofor, bu yog'i mana Oltinchanoq, Bo'ston. MFI. Nariyog'i Payshanba tomonga kirib ketadigan yo'l. Bu svetofor ash payshanbadan chiqarishda qizil ishlamayapti. Svetofor o'zi manosi ham yaxshi ishlamaydi. Men qizilda chiqdim, ko'rinmadi, o'chik. Chiqqanimda o'zi bu tarafdagi yashil. Nima bo'ladi? Jarima kelsa kim to'laydi shunda? Mana shu mashinada bu svetofor ba'zida ishlaydi, ba'zida ishlamaydi. Keyin buni chiroqlari ham yonib yonmaydi. Bunga tushganlar ham bor. Hozir endi menga qizilda o'tdi deb jarima kelsa buni kim to'laydi? Buni o'zi asli bu kameradan jarima keladimi, yo'qmi? Mumkinmi, mumkin emasmi? Mana shu kamera. Lekin mana shu kameradan stop palasaga jarima kelgan bitta mashinaga menga emas. Xullas fikrlaringni kommentda nima izohlarda yozib qoldiringlar. Bunaqa bosasizlar, ulug'norliklarga mana shu videoni tashlab qo'yasizlar. Mingbuloq svetoforida ehtiyot bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.